Do'stlikdan boshlangan muhabbat 12-qism. Fojiaga aylangan do'stlik. Men ketishni, bu kishilarni, bu xiyonatlarni, bu tuhmatlarni, bu yolg'onchiliklarning orsidan chiqib ketishni o'ylagan, orzu qilgan bo'lsam-mu, biroq g'ururim menga. Yo'q Tehron, sen nima deb chiqib ketading? Sen bugun mushu eshikdan chiqsanglar, hamma ishlar tamom bo'ladi. Sen bu do'stlikning xiyonatkoriga, sen bu do'stlikning hasadxo'riga aylansan. Hech nimani xato qilmagan tursang, nima ish qilgan bo'lsang Zohida uchun, do'stlaring uchun qilding. Sen xato qilmay turib jazolanding. Bu ishlarning keyindiki, seni tugmas xato tushunishlarga qo'ygan o kishini tepishing, haqiqiy ahvolni oshkorlashing. Zohidaning oldida maydonni kerib turib, Zohida, men sana muhabbatimizga, bu do'stligimizga xiyonat qilmadim, ham qilmayman deyishing kerak. Sen bunchalik ishlarga o'zingni daldiga oldigan ojiz Tehronmi? Agar bu kishilarning orsidan chiqib ketsang, sen bir umr o'zingni ayblab, Zohida bir umr sendan nafratlanib o'tmamdi. Yo'q Tehron, yo'q. Ochiqingda qaror chiqarma. Haqiqat degan haqiqat. Yolg'onchilik hamon o'zini oshkorlaydi. Da'vatotdi. Men oldimga 2 qadam ep bo'lgan qadamimni ostilatdim. Keynimga burilib Kamilga. Bo'ladi Kamil. Sening deganing bo'yicha bo'lsin. Tushdan keyin yig'in bor. Hammanglarga vazifa topshirildi. Dal vaqtida qatnashinglar. Ondan Kamil, sen ishxonaga kirsang bir yangi tur bor. Biz shuni maslahatlashib olsak. Kamil ortiq gap qilmadi. Men qadamimni tezlatib ishxonamga kirdim. Ularning hammasi xuddi mening hozirgi so'zim. Sharkatlarimdan hayron qolgandek menga qarab, dong qetib turishadi. Men o'z ishlarimga mashg'ul bo'lib, astoydil ishlagan qiyofatda o'ltirdim. Biroq mening butun asyodim endi qanday qilishda edi. Shu vaqtda sirtdan Salmonning ovozi anglandi. Oy, bu Tehron hajab astoydil bo'lib ketyapti jumu. Zohida jinim, ko'rdingizmi? Uning ochilgan chiroy ifodasini. Adam qo'rqitib, yig'inga tayyorlik qilinglar. Ha, boshlanglar. Tehron boshliq, hammamizni ishdan bo'shatmayapmiz yana. Uyay, qaysinglarning atri puravatidi. Ajab mizlikgina. Ey, Kamil, sen osurdingmi ya? Voy, menga o'tib bora. Salmanning bu tayin yo'q gapidan ular oddiygina kulishib qo'yib, o'z ishlariga mashg'ul bo'lishdi. Bizning yangi turimizda hammamiz birga o'ltirib qildigan ish ko'p bo'lg'achqa, cho'ng zalni asosli xizmat o'rnimiz qilgan edik. Bu joyda mening bir yonimda Zohida, yana bir yonimda Salman o'tiradi. Kamil bilan Leyli bir yerda o'tiradi. Salman Zohidaga to'xtamay uchur yozadi. Zohida mo uningga harmay qaytiradi. Mening bu joyda diqqatim chechildigan birdan-bir ish mana mushi edi. Bir kuni Salman qasdan telefonni oldimga ochiq holatda qo'yib qo'ydi. Qarasam, Zohida bilan paranglashgan paranxotir ekan. Ular oqshomda birga tamoq yebdi. Bugun Zohida yana Salmanning o'zini saqlab turishini debdi. Asli ulardan biri mijozini yoqtirmasam-mu, mening eng yaqin do'stim. Yana biri men yaxshi ko'rgan qiz bo'lgandan to'g'ri tushansam bo'ladi. Biroq inson shu qadar shaxsiyatchi keldi ekan. Bu ishlar mening yuragimni muz qilib qotirib Balkim ularning boshqa ishi yo'qdi. Balkim do'stlikdan mushunda qilishayotgandi deb o'ylasam-mu, lekin Zohidaga bir opdan laylab tursa, dardi bo'lsa shuning desa bo'lmamdi. O'ylab baqsam, burundilla Zohida ikkimiz ranjishib qolsaqlar, uning yonida Salman paydo bo'ladi.
Shunday desammi, men bilan paranglashib boqmag'ili necha oy bo'lgan bu ikkisining buncha yaqinchilik qilishlari ko'zimga faqat sig'madi. Salmondan men ahvol so'ramasam, oylab yillab man gapi yo'q. Biroq bu ikkisining kunni deyishadigan gaplari uchun men qizg'andim. Ammo nim amal. Hamma ishlarga chidash kerak albatta. Biz shirkatning yangi turini yaxshi boshlab oldik. Biroq menga bu yolg'izlik, bu yeklashlar ig'ir kelyapti. Ammo nim amal bor deysiz. Bugun tushda Salman yana gap boshladi. Hey, balalar, yuringlar tamoq yeb kiramiz. Qo'rsqim ichib, ko'krab ketdi. Angladinglarmi? Hey, Zohida, omuqum, siz qiliroq kiyining. Sirt bekli so'q o'tkazolmang yana, ha? Voy, Salman, mushkillari Zohidaga bekli kuyingan bo'lib ketdingiz-chumi? Boshqalarning ichini ochiq qilib. Birdam saqlab turinglar. Hozirla mangayli. Layli, bo'ldi qil. Biz do'st. Salman menga nimani ish qilib bermisin? Do'stligimizdan shunday qiladi. Kuyniman toza, kuyniman-ku. Ko'ramaslarning oldidan is, keyindan bo'z chiqag'ili. Chidamay yotamsiz, Laylixa. Chidamaydigan ish bo'lamdi, Salman. Daymina amdi Rahila Zohidaning chechidan yo'lib etmisin deb. Oyay, nimandaq sat gap qilasiz? Hey, boshqa odam bo'lsa-ku mayli, biroq Zohidaning ashu qonduzdek sochlarini hargiz yolg'izmayman men. Yana kelib, men undaq do'stimning loyiqiga ko'z tashlab yuradigan o'yinchi pasandlardanmi emas? Kamil, mangandok. Ha, mana. Ular bir nimalarni deb chiqib ketishdi. Men yana yolg'iz qolgan edim. Bundaq yolg'iz tamoq yeyish mening odatimga aylanib ketgan bo'lsa kerak. Men bu kunni to'qagan edim. Lekin yuragimga ig'ir bir toshni esib qo'ygandek bearam edim. Ba'zida ichimda agar o'ttirliqda men bo'lmagan bo'lsam, Salman bilan Zohida yurib qola bo'g'imidi deb o'ylab ketaman. Biroq davomli o'ylashdan qo'rqibmi qolaman. Bugun hammaylar baldur ishdan tushgan edi. Ular qaysidir bir karaoke xonada naqshi aytib o'ynab kelamiz deb ketishdi. Men o'zim yolg'iz yana azroq ishlab, ondan nima ish qilishni o'ylashib o'ltirsam, menga bir uchur keldi. Bu yilqi Kamil bilan Zohidaning surati menga avatilgan nomer shu edi. Men darhol ichib qaradim. Uchurni ko'rib, qanday qilishimni bilmay, joyimda uzun o'ylanib turib qoldim. Uchur munda qisilgan edi.